Bu biz bajara oladigan va bizga ruxsat etilgan ishlardir. Majburiyat bu biz bajarishimiz kerak bo'lgan ishlardir. Boshqa davlat konstitutsiyalari haqida ma'lumotlar. AQSh konstitutsiyasi dunyodagi eng qadimiy yozma konstitutsiyadir. Dunyoning eng uzun konstitutsiya Hindiston konstitutsiyasidir. Janubiy Afrikaning konstitutsiyasi inson huquqlari bo'yicha eng demokratik hujjatlardan biri. Monako konstitutsiyasi atigi 10 sahifadan iborat. 4-modda. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. 45-modda. Har kim dam olish huquqiga ega. 41-modda. Har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. 50-modda. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. 62-modda. Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari kerak.